Bo'yimdan keyin uydagilar bilan o'sha paytda gaplashgandim. Endi hali bonus olaman, harakat qilamiz dedim-da endi. Uydagilar men hammamiz umraga ketamiz deb niyat qilgan edik. Yutsam, o'sha bonus pulini olsam deb. Keyin men shu boyda ertasi kuni o'tirdim uyda, endi bitta sir bor bu yerda. Oyog'im singan, men o'zi uydaman. Jahongir Foziljonov telefon qildilar. Ko'tardim, "Alyo, Amirxon yaxshimisiz-ku?" deyishdi. "Aka" desam, "Shunaqa uyingiz mana yerda ekan, meni uyim ham shu yerda, hozir boryapman" dedilar. Hayron bo'ldim. O'zim chiqaman oldingizga, oyog'im gipsida. Dedim, o'zim tushib qolaman dedim-da, sekin tushdim cho'loqlanib. Keyin tushsam, Jahongirga keldilar-da, "Amirxon, uka, men videoyingizni ko'rdim, gaplaringizni eshitdim" deyishdi. "Mana shu $2000 o'sha Mangu ligasida bonus olmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, men sizga shunday ham bonusni beraman uka" deyishdi. "Uydagilarni umraga jo'nating" deyishdi. "Ya aka, menga kerak emas edi. Men olmayman bu pulni" dedim. Desam, "Uka, olmasangiz nima xafa bo'laman. Men buni addushi beryapman" deyishdi. Endi buni o'zimiz ichimizdagi narsa edi bu, hozir ochilib ketib qoldi, to'g'risi.